Instagramda shu shirinlikni ko'rib, mazasiga qiziqib tayyorlab ko'rdim. To'g'risi, mazasi og'zimda qoldi. Sizga ham ilindim, tayyorlab ko'ring. Idishimizga sut, tuxum sarig'i, un, kraxmal, qand upasini solib, yaxshilab aralashtiramiz. O'rtadan pastroq olovda quyuq massa bo'lguncha aralashtirib turamiz. Kremimiz tayyor, gazdan olib, ustini yopib, sovitishga olib qo'yamiz. Endi biskvitimizni tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatilgan barcha masalliqlarni ketma-ketlikda solib, gaz pechiga qo'ysa bo'ladigan listimizni yog'lab, biskvitimizni solib pishirib olamiz. Xona haroratda turgan saryog'imizga moloko solib, yaxshilab mikserlab olamiz. Sovib turgan zavornoy kremimizga oz-ozdan solib, yana aralashtirib olamiz. Endi biskvitimizni sut bilan propitka qilib, krem surtib, bananlarni terib, ustidan shokoladli glazurimizni solib, xohishga ko'ra bezatamiz. Shirinligimiz tayyor, yoqimli ishtaha.